Salom hammaga, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Desmos kalkulyatorida ishlash darsligimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Bugun sizlar bilan SAT imtihonida tushadigan, ya'ni uchrab turadigan tenglamalar sistemasiga doir misollarni qanday qilib Desmosda tez va oson va aniq ishlashni ko'rib chiqamiz. Demak, bizda 2024-yil martda tushgan savolimiz bor. Bu turdagi savollarni qanday ishlaymiz degan savol tug'ilsa, shunchaki birinchisini va ikkinchisini Desmosga kiritamiz va kesishgan nuqtasi bizda yechim bo'ladi. Chunki bizda ikkita funksiya berilgan bo'lsa va ular kesishsa, kesishgan nuqtasi bizda yechim bo'ladi. Demak, hozir bu ikkita funksiyani Desmos grafikiga ko'chiramiz. Birinchisi 8x plus 7 y teng ekan 58 ga. Ikkinchisini yozamiz. 8x plus 21 y teng ekan 140 ga. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bizda kesishgan nuqtasi bu yerda ekan. Ustiga sichqonchani olib borib bossak, bizda yechimni ko'rsatadi. Demak, bizda yechimimiz 2 va 6 ga teng ekan. Demak, yechimimiz 2 va 6. Bizdan 14 y ni so'ragan. Birinchida turgani doim x, ikkinchida turgani y bo'ladi. Demak, 14 y bizda 14 ko'paytirilgan 6 teng ekan 84 ga. C javob bo'ladi. Bizda ikkinchi savol. Bu ham 2024-yil mart oyida SAT imtihonida tushgan. Demak, bizda 3 ta chiziqli funksiya berilgan va bizda savolda so'rayapti how many solution, ya'ni bu 3 ta funksiyaning nechta yechimi bor. Bu degani funksiyalarimiz nechta nuqtada kesishadi. Bitta nuqtada kesishsa bitta yechim, ikkita nuqtada kesishsa ikkita yechim bo'ladi. Buni ham Desmos grafikiga, ya'ni Desmos kalkulyatoriga ko'chiramiz funksiyalarni va grafik orqali kesishgan nuqtalarni aniqlab chiqamiz. Demak, birinchisi x plus 4y teng ekan minus 16 ga. Ikkinchimiz 5x plus 20y teng ekan 0 ga. Va uchinchi funksiyamiz 3x plus 12y teng ekan 34 ga. Mana bu yerda bizda funksiyalarimizni to'liq ko'ra olmayapmiz. Buni to'liq ko'rish uchun sichqonchani qimillatish orqali grafikni o'zgartirishimiz mumkin. Mana bu yerdan zoom out qilsak, tepadan aniqroq ko'rinadi. Demak, bizda ko'rishingiz mumkin, biz mana bu yerda 3 ta funksiya chizdik, lekin grafikimizda ular 2 ta. Bittasi qayoqda degan savol tug'ilishi mumkin. Demak, mana bu yerga mana topdim. Mana bu yerda barobar qolib ketibdi. Demak, mana bizda 3 ta funksiya hosil bo'ldi. Ko'rishimiz mumkin, bu funksiyalar parallel. Parallel funksiyalar hech qachon kesishmaydi. Demak, bizning savolimizga bizda so'ragan nechta yechim bor degan. Bu funksiyalarimiz kesishmaganligi uchun A javob to'g'ri keladi. Ya'ni javoblar soni 0 ta. Demak, bizda 3-savol 2025-yil iyunda tushgan ekan. Bu savolimiz ko'rinishidan juda ham sodda va oddiy bo'lib turibdi. Demak, buni shunchaki qo'shib yuborsak, bizda 3x plus 5y hosil bo'ladi va bu teng bo'ladi 23 ga. Bizdan ham 3x plus 5y ni so'ragan. Bu misolimiz shunchaki oddiy bo'lib qoldi, lekin bu misolni ham Desmos orqali bundan oldingi misollar singari grafik orqali topishimiz mumkin. Keling, misolda o'zimiz biroz o'zgartirib ko'ramiz. Chunki juda sodda bo'lib qolibdi. Deylik x ning oldida 4 tursin va mana buni 14 deymiz. Endi mana shuni savolni ham o'zgartiramiz. X plus y ni so'ragan. Keling, endi buni grafikka ko'chirsak. Berilgan funksiyalarimizni birin-ketin grafikka ko'chirib olamiz. Bizda 4x plus 4y tengida 19 ga birinchi funksiyamiz, ikkinchi funksiyamiz esa 2x plus y teng edi 14 ga.
qilmadikmi? Yo'q, to'g'ri. Demak, endi bizda mana ko'rishingiz mumkin. Qimillatib funksiyaning kesishgan nuqtalarini topib olamiz. Yaqinroq qilsak, aniqroq ko'rinadi. Demak, ustiga bitta bosadigan bo'lsak, bizda kesishgan nuqtasini ko'rsatadi va bu belgini bosish orqali biz nuqtalarni hosil qilib olamiz. Demak, birinchi ximiz 9,25 ga teng, y'imiz esa -4,5 ga teng ekan. Mana bu qavslarni o'chirib tashlaymiz va virgulni o'rniga plus yozadigan bo'lsak, bizdan so'ragan narsani topamiz. Ya'ni x plus y ning qiymatini so'ragan edi. X plus y'imiz teng ekan 4,75 ga. 4,75 to'g'ri. Bugungi darsimiz menimcha tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Shunday, ya'ni tenglamalar sistemasiga doir misol tushadigan bo'lsa, nima qilamiz ekan? Birinchi navbatda ikkita funksiya yoki 3 ta nechta bo'lishidan qat'iy nazar Desmos kalkulyatoriga o'tamiz va funksiyalarni birin-ketin yozib chiqamiz va ularning kesishgan joyi yechim bo'ladi. X ni so'ragan bo'lsa, kesishgan nuqtasini x ga qaraymiz, y ni so'ragan bo'lsa, y ga. Nechta yechim bor desa, funksiyalarimizning kesishgan nuqtalariga qaraymiz. Funksiyamiz bir marta kesishgan bo'lsa, bitta yechim, 2 marta kesishgan bo'lsa, ikkita yechim yoki funksiyamiz ustma-ust tushib qoladigan bo'lsa, cheksiz ko'p yechim bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Desmos darslarini kuzatishda davom eting.